Bir paytlar Premyer Liga faqat bir insonga tegishli edi. Eden Azarga. U maydonga tushishi bilan himoyachilar bilishardi. Bugun ular uchun juda qiyin kun bo'ladi. Azar raqiblardan shunchaki o'tib ketmasdi. U ular orasidan go'yo raqs qilib o'tardi. Past o'g'irlik markazi va portlovchi tezligi tufayli hatto dunyoning eng kuchli himoyachilari ham uni to'xtata olmay, havoni ushlab qolishardi. U Premyer Ligani go'yo o'zining shaxsiy maydoniga aylantirgan edi. Chelsea-da u tabiatning haqiqiy kuchi kabi edi. U ba'zan to'pni o'z yarim maydonidan olib, butun raqib jamoasini uni to'xtatishga chaqirgandek bo'lardi. Ammo ko'p hollarda hech kim buni uddalay olmasdi. U Arsenal himoyasini yakka o'zi aylanib o'tgan paytlar ham, Liverpoolga qarshi solo gol urgan lahzalar ham muxlislar yodida qolgan. Azar doim tabassum bilan o'ynar, ortida esa aldangan himoyachilar qolib ketadi. U hukmronlik qilish uchun ulkan jism yoki baland ovozga muhtoj emas edi. Unga faqat to'p va uning oyoqlari kerak edi. Ana o'sha davrdagi Azar bu sof futbol sehri edi. U odamlar